keyin telefon qildilar, namunab berayman deb. Mo'jizalar juda ham ko'p. Bittasi esimga tushdi. 3 yil oldin bitta bemor, surxondaryolik bemorim kelganlar, 7 yillik bepushtlik. Ularda qorin bo'shlig'ida tuxumdonda katta kistoma, 8 santimetrlik kistoma deb berilgan o'zida. Laparoskopiya usuli bilan kirganimizda bu kistoma emas, spajniy protsess shunchalik kuchliligidan qon aylanishi buzilib, o'sha joyda serozisiyali, ya'ni qorin bo'shlig'i suyli to'planib qolgan. U suylilar oldingda ko'rganimizda bachadon qorin devoriga butunlay yopishib ketgan, qorin old devoriga. O'z bachadon normada erkin turishi kerak-da, shunchalik spayka kuchligidan. Endi uni ustozimiz Umid Jumanazarov bilan operatsiya qildik. Uni qorin devoridan alohida ajratildi. Endi u tasavvur qiling, turbalar ham, tuxumdonlarda ham spajniy protsess juda ham kuchli. Bu narsa qilib ochdik. Uzoq vaqt davom etgan operatsiya. Keyin Umid aka aytuvdilar, bu bemoringizda homiladorlik bo'lishi bu mo'jiza bo'ladi agar aytuvdilar o'shanda. Keyin shu bilan ketdik. Bemorni tayyorladim, boshqa qildim. Keyin Surxondaryoga qaytib ketdilar. Keyin uzoqda turib ozgina lecheniya qilish qiyin bo'ldi. Baribir stimulyatsiyalar qilsak ham folikularlar yorilmadi qandaydir. Endi to'xtang dedim, gormonlarsiz to'g'rilashimiz kerak dedim-da, dori yozib berdim. Уже 1 yil bo'lib qolyapti. Operatsiya bo'lganingizga turbalaringiz boshqatdan yopilib qolmasin. Kelasiz, endi bitta lecheniya qilamiz, uzoqdan kuzatishim qiyin bo'lyapti dedim-da. Keyin 1 yil bo'lishga yaqin keyin telefon qildilar, namunab berayman deb. Voy deyman, endi vobshe xursand bo'lasiz-da bunaqa vaqtda. Keyin undan keyin anaqa qildik, homiladorligida har oy kelib turarlar. Endi qo'rqaman. Boshqatdan yopishib ketgan bo'lsa-chi, bachadon kattalik. Endi bachadon homiladorlikda erkin turib kattalashi kerak-ku. Kattalasha olmasa-chi, bolasi tushib qolsa-chi desam, yo'q, Allohga shukr, yaxshi, homiladorliklari yaxshi o'tdi. Kesir ozgina qiyin bo'ldi, endi baribir shuncha spajniy protsessdan keyin Allohga shukr qiz tug'ib oldilar.